Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvlar, hujjatlarni aniqlashtirish va pensiya ma'lumotlarini qayta solishtirish jarayoniga duch kelishi mumkin. Men bu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha. Bitta e'tiborsiz qoldirilgan xat yoki bitta yetishmayotgan hujjat odamning pensiya to'lovida kechikish, ortiqcha to'lovni qaytarish talabi yoki imtiyozdan vaqtincha mahrum bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingiz pensiya olayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday xabarni vaqtida bilgan odam o'zini ko'p muammolardan saqlab qoladi. Men avvalo eng muhim savolga javob beraman. Bu tekshiruv deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik tekshiruv so'zini eshitishi bilan pensiya bekor bo'larkan, hammani chaqirisharkan, pulni to'xtatisharkan deb xavotirga tushadi. Aslida har bir holat alohida ko'riladi. Tekshiruv odatda pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlarni solishtirish, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligini aniqlash, ish staji, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasasi, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar, qo'shimcha imtiyozlar va kompensatsiyalarni qayta ko'rib chiqish jarayonidir. Oldin qanday edi? Avvallari ko'p ma'lumot qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Mehnat daftarchasi, arxidan olingan ma'lumotnoma, korxona bergan spravka, mahalla yoki tibbiyot muassasasi tasdiqlagan hujjatlar asosiy rol o'ynagan. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, masalan ism bir joyda Abdulla, boshqa joyda Abdullo deb yozilgan bo'lsa, ko'pincha odamning o'zi yugurib isbot qilardi. Ba'zan bu xatolik yillar davomida bilinmay yurardi. Kimdir 1990 yildagi ish stajini kiritmagan. Kimdir farzand parvarishi davrini hisoblatmagan. Kimdir qishloq xo'jaligi korxonasidagi ishini arxivdan topa olmagan. Natijada ba'zi odamlar kamroq pensiya olgan. Ba'zilar esa noto'g'ri hisoblangan qo'shimcha to'lov olgan bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgaryapti? Hozir davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali ko'proq solishtiryapti. Fuqarolik holati, pasport ma'lumotlari, bank ma'lumotlari, soliq va mehnat staji bo'yicha ayrim yozuvlar, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, mahalla ro'yxatlari va boshqa bazalar bir-biriga taqqoslanadi. Bu jarayonning maqsadi faqat jazolash emas, balki to'lovlar to'g'ri odamga, to'g'ri miqdorda, to'g'ri asos bilan berilayotganini aniqlashdir. Lekin amaliyotda oddiy odam uchun bu jarayon noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chaqiruv keladi, hujjat so'raladi, eski arxiv kerak bo'ladi, bank kartasi yangilanishi talab qilinadi yoki yashash manzili mos kelmay qoladi. Men ayniqsa 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Bu yosh toifasidagi odamlarning hujjatlari ko'pincha eski davr qog'ozlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, 1930-1945 yillarda tug'ilganlar orasida pasport ma'lumotlari bir necha marta almashgan bo'lishi mumkin. Tug'ilganlik guvohnomasi eski alifboda, rus tilida yoki boshqa shaklda rasmiylashtirilgan bo'lishi ehtimoli bor. 1926-1915 yillarda tug'ilganlarda esa sovet davridagi mehnat daftarshalari, kolxoz sohasi staji, zavod fabrika ma'lumotlari, harbiy xizmat, dekret ta'tili, zararli ish sharoitidagi mehnat kabi masalalar ko'p uchraydi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi bir necha asos bo'yicha hisoblanganlar. Masalan, yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik imtiyozi, urush o'rta mehnati, zararli ish sharoiti, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish puli yoki boshqa kompensatsiya olayotganlar. Ikkinchidan, ish staji bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Uchinchi toifa, familiyasi, ismi yoki otasining ismi turli hujjatlarda har xil yozilganlar. To'rtinchidan, bank kartasi boshqa odam qo'lida yuradigan, pensiyani farzandi olib beradigan yoki o'zi uzoq vaqt bankka bormagan pensionerlar. Beshinchidan, doimiy yashash manzili o'zgargan, lekin bu o'zgarish pensiya idorasida yangilanmaganlar. Kimlar juda xavotirlanmasligi mumkin? Agar sizning pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, pensiya kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa va pensiya turida hech qanday murakkab qo'shimcha imtiyoz bo'lmasa, unda odatda tekshiruv oddiy ma'lumot solishtirish bilan tugashi mumkin.
Lekin men baribir menda hammasi joyida deb qo'l siltamaslikni maslahat beraman. Chunki muammo ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Eski mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Arxivdagi sana boshqacha chiqadi. Bank kartasi muddati tugagan bo'ladi yoki telefon raqami boshqa odam nomiga rasmiylashtirilgan bo'ladi. Birinchi misol, 1978 yilda tug'ilgan ayol 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan. U 1992-1990 yillarda tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2 farzand bilan uyda bo'lgan. Keyin 1993 yildan bozorda savdo qilgan. Pensiya tayinlangan paytda tikuv fabrikasi bo'yicha 6 yil staj kiritilgan. Lekin farzand parvarishi davri va keyingi ayrim yillar to'liq hisobga olinmagan. Tekshiruv paytida undan mehnat daftarchasi, farzandlarining tug'ilganlik guvohnomasi va arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar hammasi to'g'ri tasdiqlansa, uning pensiyasi kamaymaydi. Aksincha ayrim holatda qayta hisoblash uchun asos ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar biror davr noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Ikkinchi misol, 1942 yilda tug'ilgan erkak kishi pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Lekin kartani amalda o'g'li ishlatadi. Otaxon o'zi yurishga qiynaladi. Shu sababli o'g'li har oy pulni yechib beradi. Bu holatning o'zi jinoyat emas. Agar pensioner tirik, roziligi bor va pul uning ehtiyojlariga sarflanayotgan bo'lsa. Lekin tekshiruvda pensionerning shaxsan identifikatsiyadan o'tishi so'ralishi mumkin. Nega? Chunki tizim to'lov haqiqiy shaxsga yetib borayotganini bilish kerak. Bunday vaziyatda farzandlar vahima qilmasligi kerak. Lekin otaxonning hujjatlarini tayyorlab, bank yoki pensiya bo'limi talab qilgan tasdiqlash jarayonidan o'tkazish kerak. Uchinchi misol. 1933 yilda tug'ilgan ayol nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy xulosasi muddati bor. Lekin u vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan. Oldin ba'zan bunday holatlar kechikib aniqlangan. Endi elektron ma'lumotlar solishtirilganda xulosa muddati tugagani ko'rinib qolishi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi ehtimoli bor. Bu yerda asosiy maslahat tibbiy hujjatning muddati qachon tugashini bilish. Shifokor ko'rigiga oldindan yozilish va hujjatni oxirgi kunga qoldirmaslik. 4-misol. 1925 yilda tug'ilgan pensionerning pasportida familiya Karimova. Mehnat daftarchasida esa eski yozuv bilan Karimova yoki Rusha Karimova deb yozilgan. Bunday farq ko'pincha muammo qilinmaydi, lekin ayrim hollarda arxiv hujjati bilan shaxsni bog'lash uchun qo'shimcha tasdiq so'raladi. Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar tug'ilganlik guvohnomasida otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, FHDY yoki arxiv orqali ma'lumot aniqlashtiriladi. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormang. Hatto yirtiq yoki sarg'aygan bo'lsa ham, ular ko'p masalada asos bo'lib xizmat qiladi. 5-misol. 1938 yilda tug'ilgan Bujon qishloqda yashaydi. Pensiyasi uyga olib kelinadi. U yaqinda boshqa farzandi uyga ko'chib o'tgan, lekin rasmiy manzilini o'zgartirmagan. Tekshiruvda pochta xodimi yoki mas'ul idora pensionerni ko'rsatilgan manzilda topa olmasa, savol tug'iladi. Bu pul bekor qilinadi degani emas, lekin manzilni aniqlashtirish zarur bo'ladi. Bunday holatda mahalla, migratsiya va pensiya bo'limida manzil ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Men eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida aytib o'taman. Birinchi xato: telefon orqali kelgan har qanday gapga ishonish. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz tekshiruvda, kartangiz raqamini ayting, SMS kodni bering. Bo'lmasa pensiyangiz to'xtaydi desa, bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy idora sizdan bank kartangizning to'liq raqami, PIN kodi yoki SMS kodini so'ramaydi. Tekshiruv bahonasida firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni bermang, kartangiz rasmini yubormang, notanish havolaga kirmang. Ikkinchi xato: chaqiruv yoki xabarnomani e'tiborsiz qoldirish. Ba'zi odamlar men 30 yildan beri pensiya olaman, meni nima qilishardi deb bormaydi. Lekin tizimda savol paydo bo'lsa va siz javob bermasangiz, jarayon cho'ziladi. To'lovni to'xtatish darhol bo'lmasligi mumkin, lekin hujjat talab qilingan bo'lsa, uni vaqtida topshirish kerak. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin. Lekin ishonchnoma ham to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. 3-xato: ortiqcha to'lovni mening aybim emas deb umuman inkor qilish. Haqiqatan ham ayrim xatolar idora tomonidan bo'lishi mumkin.
Lekin agar tekshiruvda pensiya ortiqcha hisoblangani aniqlansa, masala qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Bu yerda sizning huquqingiz bor. Hisob-kitobni yozma so'rash, qaysi davr uchun, qaysi asos bilan qancha summa ortiqcha deb topilganini bilish, agar rozi bo'lmasangiz shikoyat qilish. Og'zaki gap bilan pul qaytarishga shoshilmang. Har bir talab yozma bo'lishi, unda asos ko'rsatilishi kerak. 4-nozik jihat, pensiya kamayishi ham, oshishi ham mumkin. Odamlar tekshiruvni faqat yomon yangilik deb o'ylaydi. Aslida ayrim pensionerlar hujjatlarni to'ldirgach, qo'shimcha staj tasdiqlanadi. Ilgari kiritilmagan ish davri to'pladi yoki imtiyozga huquq borligi aniqlanadi. Masalan, ayol kishi farzand parvarishi davri, erkak kishi harbiy xizmat davri, ayrimlar zararli mehnat sharoiti yoki uzoq yillik ish staji bo'yicha qo'shimcha asos topishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan qochish emas, unga tayyor bo'lish foydaliroq. 5-jihat, chet elda yashayotgan yoki uzoq vaqt boshqa hududda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy ravishda boshqa davlatda yashasa ayrim to'lovlar. Tasdiqlash tartibi yoki hujjat aylanishi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar odam vaqtincha farzandinikida yashayotgan bo'lsa ham, pensiya idorasi bilan aloqa uzilmasligi kerak. Telefon raqami, manzil va bank ma'lumotlari yangilangan bo'lishi lozim. Aks holda oddiy xabar ham yetib bormaydi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari va oldingi pensiya hisob-kitobiga oid qog'ozlar kerak bo'lishi mumkin. Ammo hujjatning asl nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni solishtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport raqami, manzil hamma hujjatda bir-biriga mosmi. Shuni tekshiring. Masalan, bir hujjatda O'g'iloy, boshqasida Ugiloy deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kichik farqdek ko'rinadi, lekin arxiv ma'lumotini tasdiqlashda savol tug'diradi. Agar farq topsangiz, darhol vahma qilmang. FHDYO, notarius, arxiv yoki tegishli idora orqali buni qonuniy aniqlashtirish mumkin. 3-qadam, pensiya bo'limiga borishdan oldin savollar ro'yxatini yozib oling. Men odamlarga doim shuni maslahat beraman. Og'zaki gap esdan chiqadi, qog'ozdagi savol esa tartib beradi. Mendan qaysi hujjat talab qilinyapti? Qaysi davr tekshirilmoqda? Pensiya miqdorim qayta hisoblanadimi? Agar hujjat topilmasa, qanday muqobil tasdiq bo'ladi? Javobni yozma olsam bo'ladimi? Kabi savollarni yozib boring. Agar xodim biror talab qo'ysa, iloji boricha yozma ro'yxat so'rang. 4-qadam, arxiv masalasini oldindan boshlang. Eng ko'p vaqt oladigan narsa aynan arxiv hujjatidir. Eski zavod yopilgan bo'lishi mumkin. Kolxoz boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlar tuman arxivida yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Masalan, 1927-1994 yillarda ishlagan joyingiz bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, korxona hozir mavjud bo'lmasa ham, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzil, iloji bo'lsa buyruq yoki guvoh ma'lumotlari ko'rsatiladi. 5-qadam, bank va telefon xavfsizligini tekshiring. Pensiya kartangiz muddati tugamaganmi? Karta sizning nomingizdami? Bankdagi telefon raqamingiz o'zingiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz nazoratidami? Shuni aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar SMSlar boshqa odam telefoniga ketayotgan bo'lsa, bu ham xavf. Pensionerning pulini himoya qilish uchun bankdagi ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. 6-qadam, agar sizni chaqirsa, yolg'iz bormaslikka harakat qiling. Ayniqsa yoshi katta. Eshitishi sust yoki hujjatlarni tushunishga qiynaladigan pensionerlar yonida farzandi, nabrasi yoki ishonchli odam bo'lgani yaxshi. Lekin bu odam shunchaki yordamchi bo'lishi kerak, pensioner nomidan noto'g'ri gapirmasligi, hujjatlarni yashirmasligi kerak. Agar rasmiy vakillik kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiriladi. 7-qadam, har bir topshirilgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Agar idoraga ariza bersangiz, arizaning qabul qilingan sanasi va raqamini oling. Agar hujjat topshirsangiz, qaysi hujjat topshirilganini yozib qo'ying. Keyin men bergandim yoki siz bermagansiz degan tortishuv bo'lmasligi uchun iz qoldirish kerak. Bu oddiy.
lekin juda kuchli himoya usuli. 8-qadam agar pensiya to'xtab qolsa yoki kamayib qolsa, avvalo sababini yozma biling. Bankdan pul tushmadi degani darhol pensiya bekor bo'ldi degani emas. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Texnik kechikish bo'lishi mumkin. Ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limiga murojaat qilib, to'lov nega kelmaganini aniqlang. Agar qaror chiqarilgan bo'lsa, qaror nusxasini so'rang. Qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish tartibi bor. Ayrim pensionerlar uydan chiqa olmaydi. Bunday holatda tekshiruv jarayoni uchun uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali hujjat topshirish yoki mahalla yordamidan foydalanish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Men bunday oilalarga birinchi navbatda mahalla, ijtimoiy xodim yoki pensiya bo'limi bilan bog'lanishni tavsiya qilaman. O'zi bora olmaydi, demak hech narsa qila olmaymiz degan fikr noto'g'ri. Har bir holatda yechim bor, faqat vaqtida murojaat qilish kerak. Nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun tibbiy hujjat muddati alohida muhim. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar muddatli bo'lsa, qayta ko'rik sanasi o'tib ketmasligi kerak. Shuningdek, parvarish puli olayotganlar ham ehtiyot bo'lishi lozim. Parvarish qiluvchi shaxs ishlayaptimi, boshqa to'lov olyaptimi, pensioner bilan haqiqatan parvarish munosabati bormi? Bular tekshirilishi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham nozik jihatlar bor. Masalan, o'qiyotgan farzand ma'lum yoshgacha to'lov olishi mumkin, lekin o'qishdan chetlatilsa yoki o'qish shakli o'zgarsa, to'lovga ta'sir qiladi. Pensionerning oilasida bunday holatlar bo'lsa, o'quv muassasasidan ma'lumotnomani yangilash kerak bo'ladi. Yana bir muhim masala, ortiqcha to'lovni naqd pul bilan notanish odamga bermang. Hech qaysi rasmiy xodim hozir naqd bersangiz muammo yopiladi demaslik kerak. Agar shunday gap bo'lsa, bu firibgarlik yoki noqonuniy talab bo'lishi mumkin. Har qanday to'lov faqat rasmiy tartibda, bank orqali yoki qonuniy ko'rsatilgan usulda amalga oshiriladi. Sizdan pul talab qilinsa, yozma asos so'rang. Agar siz pensiya bo'limiga ariza yozmoqchi bo'lsangiz, arizada sodda va aniq yozing. Masalan, mening pensiya hujjatlarim bo'yicha tekshiruv o'tkazilayotgani sababli qaysi hujjatlar talab etilishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdori o'zgargani sababli qayta hisob-kitob asoslari va davrlarni tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar ish staji kiritilmagan bo'lsa, falon yillarda falon korxonada ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi va arxiv ma'lumotnomasini taqdim etaman. Ariza qancha aniq bo'lsa, javob ham shuncha aniq bo'ladi. Men yana bir maslahat beraman. Hujjatlarni rasmga olib, telefoningizda alohida papkada saqlang. Lekin ularni begonalarga yubormang. Pasport, bank ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Faqat rasmiy idora, bank yoki ishonchli vakil bilan ishlang. Telegramda notanish maslahatchiga hujjat yuborish xavfli. Hurmatli tomoshabinlar, 1935 yillarda tug'ilgan pensionerlar uchun bu oyda boshlanayotgan yoki kuchayayotgan tekshiruvlardan qo'rqish emas. Ularga tayyor turish kerak. Tekshiruvning maqsadi ko'pincha ma'lumotlarni aniqlashtirish, pensiya to'lovlarini to'g'ri yuritish va hujjatlardagi xatolarni bartaraf etishdir. Lekin tayyorgarliksiz odam uchun bu jarayon asabiylik, kechikish va tushunmovchilik keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun pasport, mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlari, tibbiy xulosalar, bank kartasi va manzil ma'lumotlarini oldindan tartibga keltiring. Notanish qo'ng'iroqlarga ishonmang, SMS kod bermang. Har qanday talabni yozma so'rang va hujjat topshirganingizni qayd qilib boring. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Ayniqsa yoshi katta insonlar ko'pincha firibgarlarga ishonib qolishi yoki rasmiy xabarnomani tushunmay o'tkazib yuborishi mumkin. Sizning bugungi e'tiboringiz ularning ertangi pensiyasini, tinchligini va huquqlarini himoya qiladi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha tekshiruv, hujjat so'rash yoki qayta hisoblash holatlari bo'ldimi? Qanday hujjat talab qilishdi? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va huquqiy masalalar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.